Men Murodov Diyor, Jizzax viloyatidanman. Hozirda 26 yoshdaman. Ushbu ko'rik-tanlovga 3-bor qatnashyapman. Respublika bosqichiga birinchi marta chiqishim. Bolaligimdan boshlaganman san'atni. Bog'chada ashula aytib yurardik. Keyin maktab paytimizda ustozlarimiz qandaydir talant sezishgan shekilli shu bilan professional darajada shug'ullanishni boshlashgan. Birinchi an'anaviy ijrochilik yo'nalishida boshlaganman. 2009-yildan boshlab respublika ko'rik-tanlovlarida birinchi o'rin va Grand Prix sohiblari bo'lib kelganman maqomda. Keyin o'zi mutatsiya jarayoni o'tgandan keyin qandaydir estradaga qiziqib, hozir o'zimni estradada sinab ko'ryapman. Bilasizmi, estradada butun jahon san'at olamini topsa bo'ladi. Chunki an'anaviy ijrochilikdan farqli o'laroq estradada keng imkoniyat. Chunki an'anaviy ijroda faqat o'zbek an'anaviy ijrochiligini o'rganishingiz mumkin. To'g'ri, boshqa millat vakillarini o'rgansangiz bo'ladi, lekin baribir estrada qandaydir odamga boshqacha zavq bag'ishlaydi. Hozirgi kunda yo'nalish juda ham keng, ya'ni keng tarqalgan turlardan biri bu pop va yana jaz, rock yo'nalishlari bor. Insonni juda ham bir o'zgacha olamlarga olib kirib ketadi har bitta yo'nalish. Yo'q, oilada san'atkor yo'q. Yoshligimdan san'atkor bo'lib kelganim uchun butun oilam qo'llaydi bu narsani. Nima desam bo'ladi, sizga musiqa bu men uchun bir hayot. Sahna bu sinov maydoni. Chunki sahnada siz o'zingizni imkoniyatlaringizni ko'rsatib berishingiz kerak. Siz bunga majbursiz. Chunki sizni hayotingiz shunga aylangandan keyin bu narsa sizni ijodingizni bir ko'rsatib beradigan bir maskan desa bo'ladi. Yoshlar ovozi sahnasi bu juda ham ko'p yangi ijodkorlarni chiqaradi. Bunga biz guvoh bo'lib kelyapmiz hamda hozirgi kunda ham juda ham kuchli ishtirokchilar, endi raqib desak bo'lmaydi, hamkasblar juda ham kuchli. Maqsadlar, men yoshligimdan an'anaviy ijroda o'sganim uchun Orifxon Xatamov, Fattoxon Mamadaliyev ijodlarini juda ko'p eshitardim yoshligimda. Endi hozirgi kunda mana ustoz san'atkorlar Farruh Zokirov, Botir Zokirov misol uchun shunaqa estrada bo'yicha, milliy estrada bo'yicha men Ozodbek Nazarbekov ashulalar juda ham sevib tinglayman va ularni ijodini o'zlariga o'xshatib aytishga harakat qilaman. Yoshlar ovozi tanlovidan tashqari ko'p ko'rik-tanlovlarga qatnashganman. Misol uchun yangi avlod bolalar festivalida Grand Prix, ya'ni laureat sohibi bo'lganman. Maqomchilar respublika ko'rik-tanlovida birinchi o'rinda olganman. Undan tashqari estrada yo'nalishi bo'yicha ko'p ko'rik-tanlovlarda, yosh ijodkorlar ko'rik-tanlovlarida ham respublika bosqichiga kelganman. Bu ko'rik-tanlovlarda qatnashish avvalo tajriba beradi. Respublika miqyosidagi hakamlar, ustozlar bo'lgani uchun ustozlardan qimmatli maslahatni oladi. O'zingiz borib ustozni topolmasligingiz mumkin, lekin ular siz uchun mana shu yerda sizni ijodingizni kamchiliklarini, yutuqlarini aytib, sizga siz ko'rmagan tomonlama maslahatlarni berishadi va u maslahatlar bilan siz hozirgi ijodingizdan juda ham cho'qqilarga chiqib ketishingiz mumkin. Bu juda ham yaxshi. Ya'ni ijodkor bunaqa ko'rik-tanlovlarda juda ham ko'p tajriba orttiradi. Yoshlar ovozi festivalida bu yil 3-yil qatnashishim. Viloyat bosqichidan o'tolmaganman. 2 safar, bu safar viloyat bosqichidan o'tdim. 2 safar 2-o'rinni olganman. Viloyat bosqichidagi jarayon boshqa viloyatlardagidek juda ham ajoyib bo'ldi. Chunki hakamlar hammasi respublikadan juda ham plankani juda baland qo'yishgan. Endi qo'ldan kelgancha ijro qildik. O'shalar munosib ko'rgan ekan, shu munosib o'tdik. Bugun Muslum Magamayev ijodidan Siniya Veshnost qo'shig'ini ijro qilmoqchiman. Hamda qo'shimcha variantlarimiz bor. Albatta, yana bir so'rab qolishsa ishlab olganmiz musikantlarimiz bilan. Bu qo'shiqqa tayyorgarlik, bilasizmi, yillar davomida bo'lgan. Chunki o'zimiz o'rganishdi va shu yerdagi sozandalar bilan biz ishladik. Albatta hamma sharoitlar yaratilgan.
Bugungi maqsadim birinchi o'rinda olish, albatta. Jizzaximizni yuzini yorug' qilib, Jizzax sha'nini ko'tarish. Yoshlar ovozi festivalini prezidentimiz tashabbusi bilan bo'lgan. Biz bundan juda ham minnatdormiz va juda ham katta rahmat aytgan bo'lamiz, chunki bu ko'rik-tanlov biz yoshlarni juda ham bir yangi marralarni zabt qilishimizga hamda ulkan maqsadlar qo'yishimizga juda ham katta turtki bo'ldi.